Rusiyada migrantlarda tekshiruvlar kuchaydi. Sotsial tarmoqlarda migrantlardan politsiya qilgan uchurlar tartilgan videolar tarab жатат. O'tgan haftaning so'ngida migrantlardan WhatsApp, Telegram to'plarida dushanbadan tartib qat'iy reyd juraydi turali ma'lumotlar taragan. Tağalarını gördün mü? Geçen senin neme kılganların boyunca çıkmayla koyup olsun. Mana bağırdı, savalı olup getirdi. Açığa kalsam hem çıkmayla koyup olsun. O'zbek, Qirg'iz, Tojik, Chechenis, Qozoq, Turkmen, Turk, Arab, hamma musulmonlarga bu video murojaatim bo'ladi. Bu video murojaatni kengroq tarqatib yuborishni iltimos qilaman. Men bu videoni hammanglar ko'rdinglar. Kechagi kuni juma kunida Rossiyaning politsiya xodimlari oyoq kiyimi bilan masjidga kirib, musulmonlarning oyog'i bu kofirlarning betidan toza bo'ladi. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Pravительtsiyaga qarshi yo'masam gosударствоga qarshi chiqmoqchi emasman. Men o'zimni dinimni himoya qilmoqchiman bu gapim bilan. Qani bitta muftiy chiqib yo ahli ulamolar chiqib birontasi gapirdimi? Yo'q, gapirmadi. Blogerlar, musulmon blogerlarimiz bor ekan, Dog'istondan, Checheniyadan, O'zbekistondan bir ikkita blogerlar, Tojikistondan chiqib hammasi video обращение qildi. Qani bu yerda bizni dinimizni oyoq osti qilyapti. Tualetga kirgan oyoq kiyimi bilan biz masjidimizni kirib xo'rlayapti. Qani bitta islom patrioti bormisizlar? Gapirmaymizmi? Nima biz masjidimizga kirib oyoq osti qilishi mumkin? Biz gapira olmaymiz. Gapirsak biz qamab qo'yadi, to'g'rimi? Bizni dinimizni himoya qilmasak, inshaalloh qiyomatda so'roq savoli bo'ladi hammamizdan. Mayli. Bunisi ham mayli. Reyd qiladigan bo'lsang, voy, politsiya xodimlari. Reyd qiladigan bo'lsang, kirib turib aytib, biz proverka qilamiz deb turib, masjidning eshigini tagida kutib turishing kerak. Masjidga oyoq kiyiming bilan kirding sanlar. Musulmonlarning oyog'i sanlarning betingdan toza kerak bo'lsa. Nimaiki ko'ti toza sanlarning betingdan. U ko'tini 5 mahal yuydi namoz o'qish uchun musulmon inson. Menga zadivat qilgan joyi hech kim gapirmadi. Mayli, kutib turdim. Qaranglar, achinarli holat bu. Achinarli holat. Qarang, Alloh uyiga kirib namoz o'qib, Allohdan qilgan gunohlarimni kechirgin Alloh taolo deb turib so'ragan joyingizda kirib oyoq kiyimi bilan kirib musulmonlarni xo'rlayapti bular. Alloh sizlarga ayanchli azob bersin. Mayli, deport qil, boshqa qil. Alloh uyiga sen oyoq kiyimi bilan kirma, ey kofir. Musulmonning ko'ti seni betingdan toza, sendagi kofirlarni. Shunaqaligi hurmat qilmaydigan dinni. Qayerda ko'rdinglar? O'zbekistonda ko'rdinglarmi? Birda xristianning masjidiga kirib, shunaqa reyd qilganni yo'q, hech qayda ko'rmaysizlar. Yoki bir boshqa davlatlarda ko'rdinglarmi? Xristianlarning masjidiga kirib musulmonlar politsiyalar mundoq qilib, yo Turkiyada, yo boshqa joylarda ko'rdinglarmi? Yo'q, ko'rmaysizlar. Nimagaki musulmonlar mirni. Alloh bunaqa ishlarni qilganlarni Alloh o'zi jazosini bersin. Ayanchli azob bersin Alloh taolo. Menga zadivat qilganing uchun men video murojaat qildim. Bu videoni kengroq tarqatib qo'yinglar. Musulmonlar inshaalloh Alloh taolo biz bilan. Bizni himoyachimiz faqat Alloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.